Assalomu alaykum. Mana biz Xudo xolasa Toshkentdagi ishimizga, Piskent tumaniga yo'lga chiqdik. Ustalar bilan birga. Zonoylar korxonasi xodimlari Namangan shahriga Jamasho'dan paronda o'tib ketyapmiz. Nima gaplar? Paron kelyapti. Voy, bormi? Bek, Boburbek. Ekan. Botirni ol dedim-da. Qarang, Botir akamning g'amini yeyapsiz mana. Qachon bo'lsa Botirni qo'shib ol, kim bo'lsa Botirni qo'shib ol deyapsiz. Nima deyman, gapini. Qo'yma u piyoz. Xavfsizlik uchun arqon, balon kamzir qo'yilgan ekan. Paronda o'tib ketyapmiz. Qani? Mana. Qani olgan rasm? Hozir bosmayapsiz siz yo'lamizlar bor ekan. Yo, men tushunib qoldim har holda, lekin baribir bor-da. So'rayapti, aytona qo'lyapti. O'zingnikimi? Sirdaryo. Bunaqa o'tkalarni ham tashkillashtirib, mana aylantirib kelgan. Assalomu alaykum. Do'stlar, mana biz Toshkent viloyati Piskent tumaniga yetib keldik. Piskent tumani markazida xususiy bog'chalardan biriga mana bu ruchadga o'rnatib beramiz mana shu joylarga.